Tibbiy kuzatuv natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda aholimizda tibbiy bilimi sezilarli darajada ortdi. Qiziqishlar doirasi endi faqatgina kasalliklar emas, balki kasalliklarning kelib chiqish sabablari, kasalliklarni zamonaviy tibbiyotda davolashda dorilarning o'rni, sog'lom turmush tarziga amal qilish, sog'lomlashtirishda tabiiy mahsulotlar va biologik aktiv qo'shimchalarga bo'lgan ma'lumotlar, qiziqishlar ortib bormoqda. Aholini tibbiy bilimi yuqori bo'lganligi albatta yaxshi. Chunki tibbiy bilim yuqori bo'lgan jamiyatda sog'lom turmush tarziga amal qilish oshadi. Kasalliklarni erta aniqlash osonlashadi. Kasallik qancha erta aniqlansa, uni davolash shuncha oson bo'ladi. Og'ir asoratlari oldi olinadi va hayot sifati ta'minlanadi. Hozirgi kunda turli platformalar orqali YouTube, Telegram, Instagram, Google saytlari orqali aynan bitta mahsulot yoki dori haqida butunlay bir-biriga qarama-qarshi fikrlar ham ko'p uchramoqda. Masalan, kimdir aspirin iching desa, boshqa bir ma'lumotda bundan saqlaning deydi. Yoki boshqa bir ma'lumotda mana bu batni iching, yurak dorilarini o'rnini bosadi. Yoki mana bu choyni iching, qon bosimingizni tushiradi, dorilar shart emas. Yoki o'sha mashhur nattakinaza tomirdagi tromblarni eritadi desa, boshqa bir ma'lumotlarda uning hali ishonchli dalili yo'q ekanligi haqida ma'lumotlar beriladi. Maqolalarda, sarlavhalarda jozibador, e'tibor tortadigan qilib joylashadi. Albatta uni ochib o'qiysiz. O'qiganingizda umuman mazmun tarafdan 90 yoshli aytaylik gematolog o'zini 60 yillik faoliyati davomida lavlagi har qanday qon suyultiruvchi dorilardan samarali ekan degan xulosaga keldi. Shu mazmundagi xabarlar bo'ladi. Bu xabarlarda ma'lum miqdorda haqiqat bo'lishi mumkin, lekin shaxsiy kuzatuvlarda umumiy ma'lumot sifatida taqdim etish noto'g'ri ma'lumotlarga tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin. Natijada bemorlar tomonidan o'zini holati yoki kasalligi bo'yicha qabul qilayotgan dorilarni qabul qilish yoki qilmaslik, balki dorilarni boshqa bir tabiiy mahsulotlar yoki biologik aktiv qo'shimchalarga almashtirish mumkinmikan degan fikrlar yuzaga keladi. Bugun aynan shu haqida, kasalliklarni davolashda zamonaviy tibbiyotning roli, sog'lomlashtirish, sog'lom turmush tarzini tatbiq etishda tabiiy mahsulotlar va biologik aktiv qo'shimchalarning o'rni, ahamiyati, ularning o'xshash tarafliklari, kesishiladigan joylari va farqli tomonlari haqida gaplashib o'tamiz. Videoning oxirida ko'p uchraydigan holat, shuningdek qarama-qarshi fikrlar ko'p uchraydigan qon suyultirish haqida, mana shu 3 ta yo'nalish haqida har biri tomonidan ta'riflarini, tavsiflarini berishga harakat qilamiz. Demak, birinchisi, hozirgi zamonaviy tibbiyotning asosi bu evidence based medicine, ya'ni dalillarga asoslangan tibbiyot hisoblanadi. Bu nima degani? Aytaylik, bironta bemor kasalligi nuqtai nazaridan bironta dori, davolash muolajasini yoki qanaqadir tekshiruv olayotgan bo'lsa, mana shu dori-darmon, davolash muolajalari yoki tekshiruvni shu bosqichga yetib kelgunigacha keng miqyosli, kuchli nazorat ostidagi tekshiruvlardan o'tiladi. Klinik tadqiqotlar olib boriladi, meta tahlillar, randomizirованный klinik tekshiruvlar olib boriladi. Tekshiruvni so'nggi bosqichlarda zarur bo'lsa, ushbu vositalar 100 ming, 200 mingdan ortiq odamlar orasida sinovlardan o'tiladi va eng samarali, eng foydali deb topilgan va eng zararsiz deb topilgan dorilar, davolash muolajalari amaliyotga tatbiq etiladi. Buning natijasida bemorlar eng samarali, eng foydali deb topilgan oxirgi tibbiyot yutuqlariga amal qilinganda bitta kasallikni davolash, aytaylik, o'tkir miokard infarktini davolash O'zbekistonda ham, Yaponiyada ham, Amerikada ham o'zaro o'xshash bo'ladi va kam farqlar bo'ladi. Shuningdek, davolash shifokorning ish tajribasiga ham bog'liq bo'lmaydi. Aytaylik, endi ish boshlagan yosh shifokor va 20-30 yil ishlagan malakali shifokor ham o'tkir miokard infarktini davolashda aynan bitta standartga amal qiladi. Yoki shifokorning mavqei, bosh shifokor yoki tibbiyot fanlari nomzodi bo'lishi mumkin. Unda bosh shifokor shunaqa dedi yoki bizda davolash an'anasi shunaqa degan holatda miokard infarktini boshqa dori-darmonlar bilan davo qilmaydi. Bu shuni anglatadiki, evidence based medicine demak isbotlarga, dalillarga ega bo'lgan, zararli tomonlari kamaytirilgan, kasallikni aniq davolashga qaratilgan yo'nalish hisoblanadi.
Ikkinchisi tabiiy mahsulotlar. Tabiiy mahsulotlar bu nima? O'simliklar, mevalar, sabzavotlar, ziravorlar yoki tabiiy ichimliklar. Bu mahsulotlar tarkibida nima bo'ladi? Minerallar, vitaminlar, aminokislotalar, yog'lar, uglevodlar. Inson organizmi ham tabiatan ushbu moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Odam organizmini tabiiy faoliyatini saqlash uchun ushbu moddalarga doimo muhtoj bo'ladi. Ushbu tabiiy mahsulotlarni sog'lom ovqatlanishda, sog'lom turmush tarzini bir bo'lagi sifatida qabul qilish kerak. Masalan, bironta tabiiy mahsulotni aytaylik, lavlagini o'tkir miokard infarktida lavlagi iste'mol qilsangiz, kasalligingizni davolaydi degan xulosa bu noto'g'ri. Ya'ni tabiiy mahsulotlar kasalliklarni davolamaydi, sog'lom ovqatlanishning bir bo'lagi sifatida qaraladi. Uchinchi yo'nalishimiz biologik aktiv qo'shimchalar, BATlar, inglizchasiga dietary supplement deb ataladi. Bular parhez qo'shimchalari hisoblanadi. Bularning ham tarkibida o'sha to'yintirilgan minerallar, vitaminlar, fermentlar, aminokislotalar, o'simlik ekstraktlari bo'ladi. Bular dori sifatida ro'yxatdan o'tmaydi. Parhez qo'shimchalari sifatida ro'yxatdan o'tadi. Shuning uchun kasalliklarni davolashda bevosita ishlatilmaydi, balki kasalliklarni davolashda dorilarga qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkin. Bu ham sog'lom turmush tarzining, sog'lom ovqatlanishning bir bo'lagi sifatida qaraladi. Uchta yo'nalish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Endi ko'p uchraydigan, ko'p qarama-qarshi fikrlar jamlagan qon suyultirish haqida. Qachon qon suyultiruvchi dorilarni ichish kerak? Tibbiyotda qon suyultiruvchi dorilarni ichish uchun aniq ko'rsatmalar mavjud. Bular birinchisi yurak ritm buzilishlarining bo'lmachilar fibrillatsiyasi deb ataladigan turida. Ikkinchi holat o'tkir miokard infarkti va undan keyin. Uchinchisi tomirlarda stent qo'yilgan bemorlar. To'rtinchi holat o'tkir ishemik insult yoki tranzitar ishemik atakalar. Beshinchi holat venöz trombozlar. Oltinchi o'pka arteriyalar tromboemboliyalari. Yettinchi holat sun'iy yurak klapanlari. Sakkizinchi yurak bo'shliqlarida tromblar bo'lsa. To'qqizinchi ahamiyatli stenozli tomirlar aterosklerozi bo'lsa. 10 holat ortopedik operatsiyalar. 11 uzoq muddatli immobilizatsiya, ya'ni uzoq muddatli yotib qolgan bemorlar. Va oxirgisi tromb xavfi yuqori, qon ivish tizimi buzilgan bemorlar. Ushbu ko'rsatmalar mavjud bo'lgan bemorlar albatta qon suyultiruvchi dorilarni qabul qilish shart hisoblanadi. Bu holatda qon suyultiruvchi dorilarni o'rniga biologik aktiv qo'shimchalar yoki tabiiy mahsulotlar bilan almashtirilganda ushbu kasalliklarning og'ir asoratlari kuzatilishi mumkin. Ya'ni hech bir tabiiy mahsulot yoki biologik aktiv qo'shimcha miokard infarktini xuruj davrida yoki insultning o'tkir davrida yoki o'tkir tromboz holatlarida ishlatilmaydi va uni oldini olmaydi. Yana bir holat, ushbu ro'yxatdan ko'rishimiz mumkinki, insonda yoshi qon suyultiruvchi dorilar ichish uchun ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi. Oldinlari 45 yosh yo 50 yoshdan keyin qon suyultiruvchi dorilarni profilaktik maqsadda ichib yurish kerak degan fikrlar mavjud bo'lgan. Bu fikrlar 2000-yillarda boshida bor edi. Buni asosiy maqsadi qon suyultiruvchi dorilarni ichish orqali birlamchi profilaktika, yurakni xurujlarini oldini olish bo'lgan, maqsad bo'lgan. Lekin keyinchalik katta klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, aytaylik 500 ta bemordan qon suyultiruvchi dorilarni ichib yuribdi. Mana shundan bittagina holatda o'tkir miokard infarktini xuruji oldi olindi. Lekin shu bilan birgalikda 10 dan ortiq bemorlarda o'tkir qon ketishlar, katta hajmli qon ketishlar, yarani ochilib ketishi yoki gemoragik tipdagi insultlar uchrash chastotasi xurujni oldini olgan bemorlarga qaraganda yuqori ekan. Ya'ni bu yerda kasallikni foydali nuqtai nazardan ko'ra zararli ta'siri ko'pligi statistikalar ko'rsatdi va keyinchalik bu tushunchalar, bu yondashuvlar bekor qilindi. Hozirgi kunda 45 yosh yoki 50 yoshdan oshgandan keyin profilaktik maqsadda aspirin tabletkasini qabul qilish tavsiya etilmaydi. Hozirgi kunda
Dalillarga asoslangan tibbiyotda yuqoridagi holatlarda qon suyultiruvchi dorilar sanab o'tamiz. 10 ta asosiy guruh dorilar. Birinchisi aspirin, ya'ni atsetil salisil kislota tarkibli dorilar. Ikkinchisi klopidogrel, uchinchisi prasugrel, to'rtinchisi tikagrilor, 5 geparin, 6 enoksiparin, 7 varfarin, 8 rivaroxaban, 9 apixaban, 10 dabigatran. Qabul qilayotgan dorilarda nomi xilma-xil bo'lishiga qaramasdan, hozirgi kunda dorilarning asosiy tarkibi mana shu tarkibli dorilar hisoblanadi. Aniq tibbiy ko'rsatmalar bo'lganda ushbu dorilarni qabul qilish yurak xurujlarini, ishemik turdagi insultlarni, trombozlarni, o'tkir tromboemboliya holatlarini oldini oladi. Chunki bu dorilar yuz minglab insonlarda sinovlardan o'tgan, trombozlarni oldini olishi isbotlangan dalillari mavjud bo'ladi. Endi qon suyultiruvchi effekti bor tabiiy mahsulotlar haqida aytib o'tamiz. Eng ko'p uchraydigan mahsulotlar quyidagi ro'yxat bo'yicha birinchisi zanjabil, imbir, sarimsoq, kurkuma, omega 3 yog'lari, qora zira yog'i, ginga biloba, kakao, pomidor, anor, limon, uzum. Ushbu tabiiy mahsulotlar qon suyultirish effekti bor deb hisoblanadi. Muhim haqiqat shuki, tabiiy mahsulotlarning hech biri yurak xuruji, insult yoki tromboz oldini olishda dorilarning o'rnini bosa olmaydi. Klinik dalillar yetarli emas. Ba'zilari yengil antitrombotsitlar, ya'ni qon suyultiruvchi ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu davolash degani emas. Uchinchi yo'nalishimiz bo'yicha qon suyultiruvchi effekti mavjud deb hisoblanadigan biologik aktiv qo'shimchalar. Bular omega 3 kapsulalari, vitamin E, ginga biloba ekstrakti, kurkumin, sarimsoq ekstrakti, zanjabil ekstrakti, nattokinaza, qora zira yog'i ekstrakti. Ushbu batlarda internet tarmoqlarida qon suyultiruvchi effekti ancha yuqori bo'rttirib ko'rsatiladi. Hatto eng mashhur nattokinaza haqida ham klinik tadqiqotlarda aniq isbotlangan effekt yo'q. Hozircha u faqat laboratoriya darajasida o'rganilgan, dozasi, ta'siri, xavfsizligi bo'yicha aniq standart yo'q. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yuqorida sanab o'tilgan qon suyultiruvchi dorilarni qabul qilish uchun aniq ko'rsatmalar bo'lganda, albatta dori vositalarini qabul qilish kerak. Biologik aktiv qo'shimchalar yoki tabiiy mahsulotlar sog'lom ovqatlanishni bir qismi, sog'lom turmush tarzining bir qismi sifatida qaralishi kerak.